Hey, ya bo'lmasa son kirayotgan elchilarning orasida mendan yaxshiroq bo'lib qolsa ishkilinib qolamsan ya. Voy nimdoq gap qilsam, men kichik bol bo'lmasam. Bizning ishimizni onam akamlar uqdi. Men to'y qilmaydi desam, ular to'yimni qilib qo'ydi. Oldingi qitim onam yurgan qizning akalmay ko'ra boqay deganda, biz bizni berib keldik ya. Ya men xijil bo'lman. Nima desam yoqmamdi? Ya undoq emas. Aldırmağın yağ yepti deptike. Şonlaşqı eni bir mezgil saqlaydı. Akanın işleri yaxşı olub ketsə, bizning arzu armanlarımızmı əməlga eşib qalar. Əraz, sana deyilən bir gap batdı, desəm xata düşünüb qalmadımı? Agar men to'g'ri tushunib qolishsa, hargiz xato tushunmayman. Sen papa çayxanaga kelib turğaçqa, mulozimatchilar orasida men to'g'riliq uşaq gaplar tarqidi. Bu gaplar direktorimizning qo'lqiga yetib qopdiki, mendan mush to'g'riliq ishlarni so'ragandi, xijilchilik deya kirkitayda qoldi. Uning ustiga xizmatim bek aldirash. Şoňlaşqa nima? Şoňlaşqa uchrashishni sal azaytsaq. Uchrashqandimi boshqa yerda uchrasak bo'pti. Sen men choyxonaga kelma demoqchiman? Ya men undoq demadim. Gapimni bir to'g'ri tushunib baqsang bo'lmamdi. Ma'qul, men sening gapingni to'g'ri tushunay, ma'qul. Hey. Qaysarjon, nimada ambash telefonni? Avo, men degan materiallarni to'rdan tushirib qo'ydingmi? Izdavatmi aka? Ha, bo'ladi. Men birdamdan keyin boraman. Ma'qul, xo'sh. Xo'jayinimiz menga bek ko'ngil bo'lyapti. Texi maoshimni 3 millionga o'stirib bermoqchi. Xizmatimga ta'sir yetkazmaslik uchun uchrashishni sal azaysa bo'pti degan Qaysar. Şurada. Ana. Öyleler yok mu? Qaysarjon. Voy, aka tezlik yapsan qol. Materialni ko'rpa qaydab keldim. Topdingmi? Shu ba'zilarini topdim, endi izdavatman. Onam dadam ko'rinmaydi-ku. Ma oldimizdagi shanba kuni İbrahim Kamlarning kenja o'g'lining to'yda emasmi? Qaysi İbrahim Kamlar? Voy, eliqni Mahmudjon degan og'ayning chu. Ha. Shularga to'yda qabrga ketdi. Voy, bu ishning aldirachchiligida to'y kundan jiqlab ketdini. Akalar topgan materialni ko'rpa qay. Mana shu. Emas-ku?
Mal. Ha. Aslındaki malmış o. Mavi şattor. Mana ma ona. Dedim ona ne yaptı? Ha? Oy, çayım kapıdan çıktı o. Assalamu alaikum dada. Aleykümselam. Oturan balam, oturan la. Rüşengül anısına uyup ketken der bolam. Sana çay koyduğun edem yok qop qapta. Men çay koyup çıkay. Yak bo'ldi ana bo'ldi. Herib kelganda. Yot odamdek gap qiladi ekansan. Ushlab kelsam chayni uzam quyib ichiveraman. Kaçallı karısa, aldıraşlı yürüydü keyse balam. Pul digen tepildi o. Can tepilmaydı o. Endi bir ish qilaman deb taraddud qilgandi ekan. Ancha-muncha jafo tortadigan gap dedi. Ensirma, hech qisi yo'q. Bolam, emis ben zelini açayım ha. Yo'q. Biz ama ishimiz bor. Bo'ldi. Shuni qilaylik. Unda Osman men ekir bitip çıkay. Ma'qul ana ma'qul. Voy. Vay bolam. Ma rahim tondun ma? Toza tanıyamadım bu. Dadı se? Bu rahmi hikayesini kayımcanı bir sözlep besle. Ekran la. Balam, bundan 10 yıl burun Ürümçi'ye ticaretki bağınında çapanke dep ağaç kege raktınmış. Men bunun rengini muvafık köymey keymigen. Anam bunu bir toyga içki tuttu. Şundan keyin toydan toyga berip bu rak 2 yıl burun bizden öyge bir ketim kaytıp geldi. Anam yani bir toyga içki tuttu. He. Bugün bu rak yani aylanıp kaytıp ketdi. Demek bu raq, muş mahallemizdeki toyunun hammasiga guvoch bo'lib aylanib yuribdi-da. Da. Shundan qaraganda ana, men bu toz yaxshiroq tanlayapman ekanman-da. Yok bolam, unda emes. Bu bo'lmasa Jingsarja. O dadan şehirde kadro olgan bolsa, Allah burun çapan tikizip kiyip oldu. Ma Sahra degende kiyim giysek, aq altımızga qaravroq ish qildik ekanmiz. Mahallimizda to'y to'kilida shuna aylanib yurgan raqlar xeyli bor bolam. Hey, aka. Ha? Muş toyda raq qo'ydigan shin kimni o'ylab topgan bo'g'iydi, ha? Bu qilmasin bulan qoidalarga qo'yba. Undaq demang bolam. Sizning ishingiz oz qoldi. Sizning to'yingizda bo'g'ich qutlarga esil raqlarni qo'ymasak, toza ish qilmaydigan haqli ekan bu deb to'yda yenib oladi. Voy ana, bir raq apamaganga qiz vermaydigan sho'p qolsa, bo'ldi qilmasam qilmadim, qiz oldigan chiq jonda. Ata poni. Hozirchilik bir qizning qo'ldan yetilab kelib, "Ma qizni oladim" deyamaysa, qiz degan jiq deysan-ku. Balam, ötkende bir qizning gipini qilib atdingiz. Hozir bir o'rlashib atamsizlar ya. Bo'g'iz kelinimni bir ko'rsam bo'lmamdi bolam. Ana bo'ldi qana. Nemish qamda? Ko'nglingiz to'xtamatamdi bolam. O xinining ishlari oldirashga kelmaydi ekan hozir. Ha, davos bek cho'ng idora ishlayotganda u xinam. Ismi nima edi bolam? Voy ana bo'ldi qana. Hey, so'raganda ekan dabamamsa. Xapilishib qolmagansizlar? Farida. Farida. Ezeb ismi chiroyli ekan u xinimning. O'zi qanchalik chiroyliqda? Dadisi? Gap qilmay o'tirliga. Bu yil Qaysarjonning to'yini qilib etsak bo'libdi. Gipinle ettin şavatımı. Bu işlerini sizi bilen benim haberim yok. Oğul öyle bizden karzımız. Aş piştiydi senle tuvak ne az saklı oldu. Ash pishdimi, pishmadimi? Ash pishqicha suv topqaldiga o'xshaydi mushtobdi. Hey. Sen o'g'il bola turib, ash suv topqaladigan o'xshaydi deb qarab turamsan? Agar suv topqagidak bo'lsa, azroq o'tni tatib etsa, o't bo'shab qolgidek bo'lsa, azroq o'tin solsa, endi shunimi biz sana o'rgatamdik? Gep kılınla baldırım. Parınla kızı oturdu. Aka, pul tiriktirme cuma. Man izlendim izlememdim. Va Allah.
Endi yamırığı tatvatsa işine ha. Boldu gap qilmadim. Mani izlayli. Bo'lapti, bolamni xijil qilmayli. Yolg'iz qolganda menga deb birsiz, ha bolam. Kaçarcan. Ata ben bir gün aldırış olurdu ekanman. Bizning hamkorlik kooperativdagi paycheklar bilan bosh qo'shib olmasam bo'lmaydi. Shunga men bu yig'inni ichib olg'icha sen o bankaga berib rasmiyatlarni bijiriver. Uni bijirib bo'lgandan keyin do'lan shirkatiga berib, heliq ishni bir surishti qilib. Akam evet desang ular biladi. Ma'qul aka. Naraz. Oldimizga shanba kuni Mahmudjon degan og'inimning to'yi. Ha, Menga bir kun ruxsat bersangizmi? bo'ladi, beray. Yana bir gap. Mashinangni yerim kun ishlatma. Voy, ukam. Ajab sharting jiqlab ketdi-ku seni. Ha, bo'pti, ishlat. Ammo mashinani birisiga bermay, o'zing haydaysan, juma. Ma'qul aka, xotirjam bo'la. Qancha bo'libdi? Nechga olaysan? Mashina qo'g'langlar. Dep ishtiga ma'noga mashinagina va Sizmi tezroq menglar naqshu qo'ltamay. ayr bilan emas bu. To'xtab qoldingizmi? Qizil chiroq ma'no. Hey? Va oldimizdagi mashinaga bir jindaklik olib ketdi. Qarag'anda belak yo'l ayg'ilib ketmasmanda. Undavda cho'glab baqandiq ya. Chiqib qolar. Bo'ldi, oldimiz chiqib qolay. Dağday ötkünü koymayman. Sen gitiver yavrum. Ben onun pervayım.
Vay. Bakın sen. Ha buma yanfınım somkamda qalğan diye şunu anlamaptım ha. Sen nədə? Mening nerede buluşum sen için bari bir qoy. Özün nerede? Nimdaq geplarni qilsa, men choyxonada abiyam sirtqa chiqqandim, hozir qaytib keldim. Mаңызы xizmetim olduraş degan bilan boshqa erlarning mashinasiga chiqishga ajab vaqtni yetdi-ku. Degan nega odam? Ha? Sen choyxonaga kelganmiding? Men yeniga berib tushuntiray hozir nədə? Ko'l bo'yida. Bugun atdigan choyxonamizdagi mulozim qiz Nusratning opasi tugab ketibdi-ku. Direktorimiz ta'tilgash ahvol so'rab kelaylik deb qizlarga vaqalda ikkimizni avog'andi. Endi o'lim patisiga borganki deb telefonimni qo'yib ketgandi. Choyxona qaytib kelib sana telefon qildim. Sadece telefon qilmayli kelsan bu. Menga ishonmayapsan ya. O'lim patisi bor odamni mushta chiroyli kiyinib boramda. Tova, men xizmat o'rnimdan borgan tursam, buni kiymsam qaysi kiyimimni kiyman? Onun ustiga direktorimiz oldirdi berib. Şöyle direktorimiz dəvəmigine. Onun sanqa muamillərini o bir nəsini sezgen zadı mən. Qaysar. Nemişqa doim mendan o'rinsiz gumonlansa? Men nimani xato qildim? Nemişqa menga ishonmaysan? Nimini xata qildim? Nimini xata qildiqini o'zing obdan bilsa. O'tgan degan gaplarini degan men unutib qolmadim. Shaharga kirgili 2 oy bula bo'lmayla mushuncha ular o'zgarib ketamsa? Mendan asta-asta jiroqlashyapti. Nima desam mayli menga tuhmat qilma. Men o'zgarmadim. Burun qandoq bo'lsam hozirmi shundoq. Sen o'zgarding. Odam qilaydi gap degan to'la. Sen choyxonada ishlagandan tortib o'zgarding. Agar ko'nglingda biror jin bo'lsa, bo'lganini o'chiq qil. Shunchalar tushuntirdim, ishonmadim. Bitta ixtiyor. Teşekkür aka. Ha, keldingmi? Mao shaharimizdagi bir qism yemek-ichmek shirkatlarining statistik jadvalga to'g'ri tushirib qo'ydim. Ha. Aka, har qatim shunday narsani besib chiqarish uchun yozib bir qatim xotiravotman. Yaxshiroq printerdan birini olaylik-chi ishxonaga. Olayli. Men yaqinda Urumchiga boraman. Senmi men bilan birga berib, iribli kelayli bo'lmasa, ha? Qani vaqti kelsin. Qaysarjon. Nima bo'ldi? Yaqindan beri kayfiyating toza yaxshi emas-ku. Ishim bo'lmadimi aka? Qiz do'sting bilan birini deyishib qoldingmi? Har qanday ish bo'lsa menda yo'shirma afka. Shu xapilaq aka. Qara. Qiz balaning niyat iqbolida, axloq fazilitida masala bo'lmasa, ha ishni kechirib o'tishga bo'ladi. Sen degan o'g'il bola, eg'ir-besiq, salmoq bo'l. Jiroq qara. Ha? Bulamda? Ma'qul. Tushdan boshlab mashina to'yga ishlatdim majmu. Shirtiyver. Meni aytishim yo'q.
Hoşça amin. Mübarek olsun. Sen de tam kapatırken kutunun müzik aldım. Ya ben de korka batma. İnanma. Ağaç. Assalamualaikum. Amma ya ağilla. Ben toyunumu çırak tuttu aldı. Misal kaytamdı. Buraya gelip oturup gelmeli mi? Kanda deyse kaçlar adaş. Men aç boldu qilaylim ki vallahi. Sen pul kaçta kaçıp atsan mı? Ey. Ne dikepden qiladigan sen? Bu pulning ishi emas bu. Bana andas mimon qilay ağillani. Ağilla. Bu Kaysar yakını yağızı akısının kendi kirip, asıl pul tapkandan beri bizini özü kaçırıp, ha? Bizden jira kuşturduğu oldu. Bugün bana noçığındır körpakmaylı mı? Adam töhmet qilmajimi? Men sizni qachon ko'z qilmadim? Hey, abis mimon qil degan bu tursa ve matang tishlaganda jimji solishib, mamam sen noçı olsa? Sen mendan nochiq qilishyapsan? Mehmon qilmayman, qanday qilsan? Mana. Alın. Mishichilik. Chiparingning qiz do'stimga tashlab ketdi seni. Va bo'ldi.
Ulan, qandaroq turibsan? Hozir xeyli yaxshi dada. Ko'nglim bir narsa tatamdi, men aytib beray. Bir narsa yegim yo'q aka. Bala, asırak namusumuz bombam tecenim bala. Almadız bir şulap kesmeye kandan kılıttım. Şimdi ama karanlık kılamsın senin bala. Ben kandan kılıttım. Bo'ldi qilinglar anisi. Bola animasin. Kiren sanlar. Assalomu alaykum. Kızım, sizi pereyde hanım bulabla. Ana shu. Bola animasin. Meni kechir Farida. Bo'ldi, Qaysar gap qilma. Oy, Sadıkcan, kelinglar. Xata kiribdi. Sadıkcan, xata kirib qolmagansizlar. Nima o'diqsizlar? Ya, o'diqmidi? Ha, o'diqmagan bo'lsanglar, kelinglarmi sen? Kelinglar. Ha, kelinglar, o'tiringlar. Qaraganda bugun rost gapni degilkaga o'xshaysizlar. Intizom tekshirishdikilar, sizning og'zinglardagi rost gapga qarab qoldik. Yo'q, men bugun yeziq hukumatga boshqa ish bilan kelgan. Suv puli bilan terulg'i yordam pulining masalasida o'ynashqi bo'lmaydi, Sodiqjon. Bu ishda Hoshim Iminga chapa yapsanglar texim bo'lmaydi. Shunga bizning fikrimizni astoydilroq o'ylashib ko'ringlar. Tekshirishga aktiv moslashinglar. Nimani bilsanglar, shuni danglar. Degidek boshqa ish yo'q. Hoshim sekretar uzundan beri kanatning xizmatini shundoq yaxshi ishlayotdi. Bilib turibman. Hoshim Imindan qo'rqabatsizlar. Shundami? Yo'q. Emis Akmeli ayfani bilib turib, nemish demaysizlar. Dehqonlardan yig'ilgan shuncha ko'p suv puli qanot chiqarib uchib ketdimi? Biz aniqlasak, Tugman kentida tashlab etilgan oqyami unchalar ko'p emas ekan. Terulg'i yordam pulimi dehqonlarning qo'liga to'liq tegmabdi. Buni nima deysizlar? Biz dehqonlardan suv pulini to'liq yig'ib bo'lolmadik. Shunga oliqda ba'zi uqishmaslik yuz bergan gap.
Terörgü yardım pulu dehqonlarning qo'liga asosan to'liq tegdi. Haşim'in ikkinlarning gepi bir-biringlarga faqat o'xshamayotidi Sodiqjon. Bir kuni Hashim bir yolg'on gapni deb keladi. Bir kuni sizlar. Sizlar ikkinglar mushundaq qilsak o'tib ketamiz deb o'ylayapsizlar. Shundaymi? Biz unladımıdak? Bu ishda sizningmi mas'uliyatingiz bor Sodiqjon. Biz aniqlab ko'rsak, dehqonlar suv pulini to'liq berib oldik deydi. Sizlar birdam kent tashlab o'tilgan nechuzmi oqyaba deysizlar. Birdam suv pulini to'liq shirpulamadik deysizlar. Hey, sizlar zodi nima o'ynayapsizlar? Men sizlarga desam, bu pulning ishi bir haftagacha oydinlashmasa, bu masalani adliya tarmoqlariga yo'llamay amalimiz yo'q. Bilib turibman. Sizlar bugun rost gapni degil keldinglar. Lekin ishkinib qilyapsizlar. Yana turib bir narsadan qo'rqayotsizlar. Men shuni deb qo'yay Sodiqjon. Vaqt saati kelganda Hashimning ishkinglar sherik hisoblanib, bo'yninglar ig'ir mas'uliyat ortiladi. Shunga vaqtida hushkallanglarni yig'inglar. Gap aniq bo'lganda. Bo'ldi bu. Dadisi. Sizlarga deydigan bir gap bordi. Dina? Ma kuz kelib, məldə toy töküm bek avıb ketib bardı. Menin şu xudalıqda işkil köynikim ba, kiyiverey desem, ma əli məldikildən sən numus qıb qaldım. Şunu bir köynek gəpirəmdik degen silini. Ha. Ondan boyatına Səmətcan məktəb mağandı köydonlumı ki, ayağı jitilib, putu çıxıb qapdı. Şu balığı bir ayak əpbəlsək olurdu. Ha. Kızımız mı xel çoğup qaldı. Ötkende bir başağılıqның gibini qıptı şu kız ola. Aram muşuma? Yani bado? Təni qınmaqlar, mən ba gepni dəvatmə. Ba gepni dəvatmə deb. Biz bir toyu qopmadık, həmmіңli biraqlı kiyim kiydiğen. Da gep degende xiyisli bulmaydı. Ma yançıqtı pul oldu pul. Kızı xotinkine ama bu. Ya Allah. Qaçan os pul yox deydikkensizlər. Əpəməmsizlər? Aval iyi maaş bir kirson. Bir-birləb kileylə. Mening bir yerdə bir pul vasıdığan zavadım yox mening. Öz vaxtida aş yəni bir icarəyə bərməyən bolsaq, biz mi xəqdək buğday satqan bolsaq, qolumuz bir pul görəv oğuydu əlbəttə. Ya qıymaqının kooperativdə işlanlı desə, mening maaşım var deb unumaydıkkensizlər. Xutun, özəngnin xəbər var. Eyni vaxtda şu pul lazım bo'lib ketib, bərmədiqma bu yana. Bu qıymaqının kooperativdə man maskəgdək bir iş olmasa, Unumu, bunumu qımığandıkən əmsi birər ticarətlə peşini tutsanlı bulmamda, hə? Ya bolmasa hiç doqmuşdu bir gazır bıçaq, lampu satsaqın bir 4-5 tenge pul tapa oğuydu. man qava. Mən də muş yaş gəlgəndə, doqmuş çıxıb gazır bıçaq satıb oturam demə. Xutun, keçici bir düşün buzulub qaldım o ya. Degende qopaplı pul deb qopapsın ha? Lazım bolğandıkən şu pul demey nima deymə? Biz mi tirikcan bolğandıkən manda yigimiz, içkimiz, keygimiz keldiken. O. Yemey içmey açqanmıqansa, yenkiyim kiyib, bir yerdə bir əytekkin jabdudun ya. Yenkiyim kiyib mi var o? Qanat yasab, asmanda uçmapdı. Yerdə mən vatı da yerdə. Gep oldu. Onu desem, bunu deysizlər. Bunu desem, onu deysizlər. Mehmetcan ma öyle 360 gün hizmet qilib, hiç avalim qalmadı. Birey köynek epral desem, şunu şunçula qıb gitemsizlər. Ben bir altın gümüş epral demedim sizlərə. Ya Allah, ya Allah. Acaba bir şor pişan olab qaptıken mən xuday. Xudan. Man qarаңа Xudan. Ben öpemem demdim o. Aval bir maaş çıksın. Onundan bir-birlep kemmemdik deyme. Ko'nglingni yerim qumqini öpürme. Şıqlab ketkindim kichik oldek. Çay iche çaya. Çay iche qiziq. Bo'ldi.
ikkinchi yigitdan-da biz. Ha. Chiqib kiray ya. Assalomu alaykum Bakraxon. Va alaykum assalom. Ublaqva. Bu et deganda kelib qapsizlar. Uy kirli uyga. Ya bo'ldi. Uyga kinchirlar. Mana ishda. Ha. Kooperativning ichida 2 mashina qo'ygan bor. Xalsangiz bir shayga ichirib beramsan. Men nima ish qilib turman? Vay qo'g'inni mashinaga baslar, mashinadan tushirsizlar. Shu ishni shaqilni o'pdan berman. Qancha pul bersizlar? Ana gap. Buron ma qo'g'in savdogarlari qo'g'inni ma oldimizdan ilib ketdi. Hozir ma qo'g'in teriydiganlar olib ketgachga oldimiz kelmaydigan bo'lib ketdi. Endi u qo'g'inni olib bormasak, qo'g'in sesib kelsa zarar bizga bo'ladi. Bir yo'l menishinglar 100 ga, 2 yo'l menishinglar 200 ga. Qanday qilaysizlar? 200 qo'yga kim bo'lar? 300 ni beramizlar, qilay. Bakraxo. Ha. 200 koy pulmi az pul emas. İnsaf qilinglar manda insaf. Silvag'a. Meni faqat tushunmaydi ekansizlar. Mening vag'a qumdek ishim bor, mening qumdek. 300 ni beringlar, qilay. Bo'lmasa, o'zimning bir ishini qilay. Baqaylanglar. Mening aldirashligimni bilib qoldinglar. Bo'libdi. 300 ni bersam beray. Minglar. Ublaqva. Ha. Kechdi yenim chiqadigan emas. Voy qaytib chiqimiz, yotmaymiz deymi u shahada. Mavi pul naqdo pul. Qumda gap qildigan bir adashgansizlar. Men o bularga sizga qachon bir nesi ish qilib baqqan. Mingildayman. Unda bo'lsa uyga bir dikkidi kirib, ayolimga bir deb qo'yib Yo'q, Mazdat. Saymaqim bular sizdek bular. Voy bo'langlar ishdak bo'langlar. Unchilarmi deb ketmanglar. Azil chiqma. Bo'lmam sizdayman. Qarangli xotin. 300 koy desam baqwa. Talashmayli ma'qul deb etdi. Bir kunda 300 koy tepish degan baqwa. Yaxshi so'jima bu. Endi baqwa, hammalarni biraqla qo'sh qiladigan bo'ldi. Diyen bil ay mudrafni tusanlığı kulağından bek işkilido. Pəmanlı mı xeyli ba? Qo'limizdan ni ishkilg'adem biz. Poytib ketganda maqtab qo'ysa. Bugun yenib chiqadigansizlar? Ha? Tapqan pulni xajlab etmay chiqasizlar juma dadisi. Xotirjam bo'lama, xotin xotirjam bo'lma. Bo'ldi, ensirugna mendan. Men maqtamapsan. Mağamsizlar? Ha, avaylab beralar. Azizane diyarim var. Vay, kaçta dep makanım